Mana Shahnoza shogirdim boshladilar. Arabskiy makiyaj qilamiz bugun. O'zlari buni tayyorlaydilar. Bugun bizning 8-darsimiz. Bugungi mavzumiz arabskiy makiyaj. Kuzatinglar, posterlarni qo'yaman. Bitta ko'zini men bo'yab beraman, ikkinchi ko'zini Shahnozani o'zlari bo'yaydilar. Shahnoza 0 dan emas, Shahnoza dekretda o'tirib qolgan stilist, 3 yil tanaffus qilganlar, shuning uchun darslarni tez o'zlashtirib olyaptilar. Omad tilaymiz ishlariga, yaxshi o'rganib, katta master bo'lib ketsinlar. Shuning uchun bular dekretda bo'lib tanaffus qilganlar uchun 1 oylik kursimga yozildilar. Menga 1 hafta yetmaydi dedilar. Men yaxshilab 1 oy o'rganaman dedilar. Shuning uchun tez o'zlashtirib, yaxshi o'rganyaptilar. Ko'zlarni bo'yab berdim, modellar. Ikkinchi ko'zini Shahnoza bo'yayaptilar. Mana ko'rasizlar, qay darajada shunaqa chiroyli qilib beradilar. Bu juda ham qiyin makiyaj, juda ham qiyin texnika. Shahnozada qo'rquv bor.